Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bizlarni kuzatib borayotgan hurmatli mijozlar, obunachilar, Toshkent shahridan yaxshi lokatsiyadan hamyonbop narxda arzonroq hovli qidirgan aka-ukalarimiz, obunachilar. Bugungi manzilimiz Yangi Hayot tumani Chortoq mahallasida bo'ladi. Bu mahallamiz Sergeli Indeks bozori shunday yon atrofida joylashgan mahalla hisoblanadi. Oldimizda turgan mana shu 5 sotuvli hovli srochniy arzon narxlarda sotuvga qo'yilgan. Mana shu yo'ligini o'zini ko'rib olsalar, uzunligini mana shu yo'ligidan tashqari 5 sotuv bu yo'ligi bonus sifatida qoldiriladi. Svet, suv, gaz hamma kommunikatsiyalar bor bo'lgan mahalla, ko'chalar yangi asfalt, katta ko'chaga taxminan shu 100 metr bo'lsa kerak mana shu yerda. Mahallani ko'ringlar, o'zbekona fayzligina mana tupik ko'cha 100 metr katta ko'cha yuziga joylashgan bo'lyapti. Mana shu yo'ligini o'zi menimcha bir sotuv chiqsa kerak indamasdan. Babga agar mashina taxlaydigan bo'lsangiz, bir 4 ta mashina indamasdan 4 ta 5 ta mashina kirib ketadigan yo'lak. Yo'lakning kengligini ko'ryapsizlar. Yonma-yon 2 ta mashina sig'adigan darajada keng. Hovlini mana bunaqa bardakligiga e'tibor bermaysizlar, egalari ozgina vaqtlari bo'lmay, qaroz qolib ketibdi. O'tli o'sib mana shunaqa bardak holatga kelib qolgan. Shilaka blokdan qurilgan 4 xonali binosi bor, ustilari yopilgan. Mana shu holatida 14200 dollardan sotuvga so'rashyapti. Bu yerda svet, suv, gazni vafshim zo'r okalar, umuman muammo yo'q. Juda uncha-muncha joydan kommunikatsiyalar kuchli. Hovlini mana ko'ringlar, mana shu katta hovlisi bor. Bu tarafda o'sha yo'ldan tashqari mana shu o'ziga pul sanashsa bo'ldi. Yo'lini shunday tashab ketamiz deyapti. Tayyor mana bino qurib qo'yishgan 4 xonali. Shuni olasiz, yer hisobida remont qilib ko'chib kelsangiz bo'ladi. Sotiga 14200 dollardan so'rashyapti. Kelishadigan joy bor ekan. Hamma tarafga qo'y xonalar qilib qo'yishgan. Yo'da endi mayda juda tualet, endi bularni buzib tashlasangiz ham bo'ladi. Mana bu binosini ko'ringlar. Xo'p, binosi tayyor mana. Korobka holatda. Xohlasanglar, mana shu binosini buzib olamiz ham. Narxini yana ham o'tib beramiz deyapti. Xohlasanglar, mana shu binoga tayyor. Shuni rasxod qilib, ozgina rasxod qilib bitirib ko'chga olsanglar bo'ladi. Xohlasanglar, buzib tashlasa yana ham arzonroq olishingiz mumkin. Yer hisobida. Kirishimizdagi bu tarafda birinchi xona, bu tarafda mana oshxona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu tarafda bitta spalni, bolalarga mo'ljallangan yotoqxona qilib qo'yinglar xohlasanglar. Lekin xona razmerlari katta ekan. Hop, bu tarafda katta mana shunaqa zal qilib qo'ysanglar bo'ladi bu yerda. Bu tarafda mana xuddi zal razmeridagi yana bitta katta xona joylashgan. Mana bu yerdan shunday bo'lishlar, mana bu yerda xona betam. Bu yerda bitta katta xona joylashgan, ishdan qurishgan ekan. Qaranglar, binoning orqa tarafida yana mana shunaqa katta joyi bor. Lekin yaxshi variant ekan. Okalar, masalan 14200 dollardan 14000 dan deganinglarda ham 5 sotuvsi taxminan shu 60000 dollar bo'lyapti, to'g'rimi? Narxiga arziydi mana okalar. Amallar bitirib olsanglar, 2 sotuv hovlidan ancha yaxshi mana. Katta shagorotlardan maza qilib foydalansanglar bo'ladi. Xonadon sizlarga qiziq bo'lgan bo'lsa, nomer qoldiramiz. Okalar, bemalol aloqaga chiqinglar, lokatsiya orqali kelib, egalari bilan xudo xolasa o'zingizlar savdolashib olsanglar bo'ladi. Adashib ketibman, 70000 dollar bo'lar ekan. 70000 dollar bo'lyapti mana shu turishida. Agar men binoni buzib yuborishga kelishadigan bo'lsanglar, yana ham o'tib beramiz deyapti. Xonadon sizlarga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar, hali kelishadigan joylari bor, egasi bilan to'g'ridan to'g'ri savdosini qilib ko'rasizlar.